Belarus 1025 2 texnikamizni vafshi zo'r holatda aytsan top qo'ydim do'stlar. Yili 2013 hali Zatnomos karobkalarga kulish tegmagandan. Manzilda aytib o'taman, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Uychi qishlog'ida bu texnikamiz ishga tayyor soz holatda turibdi. Hammaga narxi qiziq do'stlar. Narxini eshitishdan oldin kanalga bitta like bosib, omildan olib qo'ying. 160 million narx qo'yishibdi. Kelishib, talashib, tortishib olaverasizlar do'stlar. Men sizlarga bir chekkadan buni ko'rsatib o'taman. Motorlarda umuman avtorasxod yo'q, bu yerda ortiqcha yo'q, oqmagandan. Hamma joy o'ta soz holatda. Zatnomos karobkalar ko'ravering. Texnikani yurgizib, og'izlarini echkizib ham beraman. Balonlar ham pashti yangidek ekan, shu trenddagi belshinadan. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqalari orqa qishloq xo'jalik bo'limlari ishlaydi, pritseplar ko'tarib tushishlari vafshi zo'r ekan. Dokumentlardan umuman muammo yo'q deyishyapti, sariq nomerlarda. Notariusda xudo xolasa ishlaring bitadi. Uzoqdan keladigan aka-ukalarimizga shu taglari bilan chiroyli qilib olib bersak videoni yaxshi bo'ladi. Ollar tortadi. Balishni-mos. Salon qismini ham sizlarga bir ko'rsatib beraman. Ishlagan soatlari ham 6000 soat ishlagan ekan do'stlar. Salon qismlari. Texnikani bitta yurgiziliga ichida turib. Motor ovozini eshittiriblarmi va jim. Texnika mana o'zim video texnikani o'zim ko'rsatib beraman. Mana akalar, xudo xolasa texnikamiz ovozini eshitib ko'rdik. O'ta cho'tki zo'r yuryapti. Texnika haqiqiy qarab minilgan ekan. Bo'lmasa ham maza qilib minadi.